Assalomu alaykum. Popliklar, mana popda xitoyliklarda tay kiyimi nima? O'sha do'konga kirdik. Narxlar zo'r, yomon emas. Misol sizlarga ko'rsataman hozir mana. Bularni reklama qilish emas, lekin narx qulay narxga qidirganlar uchun ham sifatli narsalar ham bor mana. Juda ham zo'r materiali. Narxlar 100 ming so'm. Juda qulay narxlar. Mana bu futbolkalar qaranglar, mana o'zimizdan qanchaga olardik ularda? 42 ming so'm. Sifati yaxshi bo'lgan. Xitoy futbolkalari, materiali zo'r. Yumshoq. Tavsiya qilamiz. Kelavringlar. Assortiment ham juda ham ko'p. Odam umuman ko'p. Hozir bir pastki qavatidamiz. Podvaldamiz. Tepalarda bundan ham ko'p odam. Yaxshi. Bizning odamlar bor. Arzon va sifatli joy bo'ldi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Kelishlarni tavsiya qilamiz. Sport forma izlaganlar uchun ham mana butsalar ham bor. Krossovkalar. Hamma narsa topishingiz mumkin ekan. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Barchaga tavsiya beramiz. Kelishlaringiz.